Abdullah sorma. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Nasılsan? Sizlarmisiz? Charchamaysan? Nima qilyapsan? Shu bazarlarimizni to'g'irlab o'tirdim. Bazotlar haqida ma'lumot berchi. Obunachilarimiz so'rayapti o'zi. Bo'ldi. Assalomu alaykum Siro bazar obunachilari. Bugungi videomiz bazalt haqida ozmuncha ma'lumotlar berib o'tamiz. Xo'p, bazalt mahsulotimizni ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, xo'p. Birinchi o'rta razmerlardan aytib o'tib ketaman. Balandligi 1.20 bo'ladi, uzunligi 60 bo'ladi. Xo'p, hozirda eng sifatli mahsulotlardan bittasi O'zbekiston bo'yicha, chunki bilib turgan bo'lsanglar, Andijonda deyarli barcha domlar mana shu bazalt mahsuloti bilan qoplanyapti, chunki eski domlar hech qaysi biri bazalt mahsuloti bilan qoplanmagan. Bu bazalt mahsulotimiz afzalliklarini aytib o'tib ketaman. Ya'ni o'rnatilinish sababi bu bazalt mahsulotimiz shovqin o'tkazmaydi, issiq sovuq juda ham zo'r urishaveradi va uylar mabodo yonib ketadigan bo'lsa endi hali tutashib ketib qolmaydi. Ya'ni o'tga chidamli bo'ladi. Ko'rib qo'yishinglar mumkin. Bu yerda ham boshqa mahsulotlarimizni ham ko'rib qo'yishinglar mumkin. Xo'p, o'tga chidamli deyapsan. Shuni bir amalda sinab ko'raylik. Ha, bo'ldi. Obunachilarimizga ko'rsatib beramiz. Hop. Mana. Aytdi. Rasvalikni labga olganmiz. Ko'rsatib berish uchun. Qani unda. Tezda yoqib olishimiz kerak. Hidi ichga ketib qoladi. Qani, bismillah. Ko'rib qo'yishinglar mumkin. Xo'p. Mabodo olov chiqadigan bo'lsa ham bu ya'ni tutashib ketmaydi, bitta yerda yonib turaveradi. Shu narsa ekan. Ko'rishinglar mumkin. Hech qayerga tutashib ketib qolmaydi, faqat o'zi shu yerda yonib o'chadi. Endi buni tezlikni o'chirib qo'yamiz, xavfsizlik qoidalariga rioya qilib. Xavfsizlik choralari vaqti yo'q. Tezlikni o'chirib olamiz. Hop, shu mahsulotimizdan sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol opsiyanada nomerlarimizni qoldiramiz. Bu mahsulotni birinchi qo'l stroy bazadan bemalol kelib xarid qilib ketishinglar mumkin. Manzilimiz Andijon shahar Soy eski Mazza ichida. Pastki nomerlarga aloqa chiqib bemalol kela olasizlar.